Hammaga assalomu alaykum. Bugun Komil inson kitobini yakuni oxirgi sahifalarini o'qiymiz. Bu kitob jami 20 ta risoladan tashkil topgan edi. Mana bugun 20-risolaga yetib keldik. Hop, bugun faqat kitobni yakunlanish jarayonini tarixga muhrlab qo'yish uchun video syomka qilib qo'yamiz. Lekin kitob haqidagi xulosalar, o'qish jarayoni qanaqa ketdi, nima taassurotlar qolgizdi, bu haqida yana bir nechta videolar chiqarish niyatimiz bor. Endi mutolaani boshlasak bo'ladi. Bitta motivatsiya uchun bir dona olma ham bor. Oxirida nishonlab olamiz. Uyandı merverit mercandık, pakize irmiş nihayet pakize imandık. Komil inson kitobini yakunladik mutolaasini. Hozir bu videoda biror dona so'z ham aytmoqchi emasman bu kitob haqida, chunki alohida video tayyorlab, taassurotlarni, fikrlarni jamlab keyin yetkazib bersam menimcha yaxshi bo'ladi. Shunchaki ta'rifga so'z yo'q.